Ehtiyot bo'ling. Keyingi bekat Bodomzor. Bodomzor metro bekati Toshkent metrosining Yunusobod yo'nalishidagi eng zamonaviy va o'ziga xos estetikaga ega bekatlardan biridir. Uning estetik qarashlari va dizayni bir nechta asosiy jihatlar bilan ajralib turadi. Bodomzor bekati zamonaviy arxitektura yo'nalishida minimalistik ruhda bezatilgan. Bu yerda ortiqcha bezaklar, murakkab naqshlar o'rniga soddalik va chiroyli simmetriya ustuvor. Yorug'lik, shakl va ranglarning uyg'unligi ko'zni charchatmaydi. Aksincha, yoqimli qulaylik hissini beradi. Asosan och kulrang, oq va ko'k ranglar ishlatilgan. Bu ranglar zamonaviy shahar ritmiga mos keladi va inson psixologiyasiga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa ko'k rang detallari metroning nomi, ya'ni Bodomzor ko'kat tabiat konsepsiyasi bilan uyg'unlashgan. Bekatning devorlari va ustunlari silliq marmar bilan qoplangan. Pol qismi ham sifatli granit materiallardan ishlangan bo'lib, yorug'lik bilan uyg'unlashganda keng ochiq fazo hissini beradi. Bekat ko'proq modernizm ruhda bezatilgan bo'lsa-da, geometrik shakllar va ko'k rang ohangida an'anaviy sharqona naqshlarning zamonaviy talqini ham ko'zga tashlanadi. Umuman olganda, Bodomzor metrosi Toshkent shahrining yangi nafasini, zamonaviy urbanistik madaniyatini, insonda estetik zavq uyg'otadigan dizaynini ko'rsatadigan sodda-yu nafis, qulaylik va ko'rk uyg'unligini mujassam etgan bekat hisoblanadi.